Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning davrlarida Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu Quboda imom bo'lganlar. O'sha mahalda yagona Rasulimiz alayhissalom hayot bo'lib turganda imom bo'lib turgan sahoba Muoz ibn Jabal bo'ladilar. U zot payg'ambarimiz alayhissalom Masjid Nabaviyda turgan bo'lsalar, Muoz ibn Jabal Quboda imomlik qilib berganlar. Bir oqsoqol sahoba kelib aytgan ekanlar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizni orqangizda ham Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu orqasida ham namoz o'qiyman. Ikkovingiz duo qilasiz, eshitmayman duolaringizni. Nimalar deganingizni bilmayman, o'zim bilgancha duo qilaveraman" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom: "Siz nima deb duo qilasiz?" deydilar. "Men duo qilaman, ya Rabbi, men sendan jannatingni so'rayman va a'udhu bika minan nar, do'zaxingdan panoh so'rayman deb duo qilaman" deydilar. Payg'ambarimiz alayhissalom: "Men ham Muoz ham mana shu duoni atrofidamiz" dedilar. Eng katta so'raladigan narsa o'zi shu azizlar. Jannat. Eng panoh so'raladigan narsa do'zax. Bugun bizga mana shu imkoniyat berildi.